Xo'p, o'g'alarim, mana o'yinimiz geniyaga do'stib oldim. Kim xabar bo'lsa, bundan bir necha oy oldin Google chiqargandi. Bu xullas rasmga tashlaysizlar-da, rasmdan в режиме реального времени, ya'ni shu hozir o'zida rasmga qarab atrofdagi sun'iy intellekt atrofdagi hamma yoqda generatsiya qilib ketadigan dastur bo'lgan. Mana qaranglar, mana men velosiped minyapman, shumbola bo'lib, mana chapga olyapman, mana sekin o'ngga olaman. Mana shunaqa qilib velosiped minib yursam bo'ladi. Mana qishloqlar bunday qilib olsam bo'ladi. Keyin misol uchun mana kadrni tepaga, yonboshga olsam bo'ladi. Mana ko'ryapsizlarmi? Shunday qilib qiziqarli o'zingizlarga holat qilib, ya'ni multfilm yasasanglar ham bo'ladi. Go'zal, mana hozir sun'iy intellekt hozirda o'zida yasab ketyapti. Ya'ni men o'ynayapman, shu hozir o'zida buni yasab ketyapti. Mana shunaqa akkauntni oldim. Endi menga jicha qimmatroqqa tushdi, $50 ga. Buni olish uchun agar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Shu o'zim olgan odamdan olib beraman sizlarga ham. Shunaqa gaplar akalar. Xohlagan rasminglarni qo'yasizlar-da. Keyin kirib ketaveramiz. Nimaga kiraylikchi, nima bo'ladi? Tualet ekan bu. Ana, uyni ichidan chiqdik. Shunaqa gaplar. Menimcha qiziq. O'zi endi qilishni boshladim, sira sizlarga ko'rsatay dedim.